Assalomu alaykum. Xudo xolasa turnigimiz mana zakasimiz tayyor. Ko'rishlaringiz mumkin. Eni 88, ichi 80. Xo'sh, bu yerda qo'shimcha mishok uchun oyoq chiqqan. Bu ham 80-90 atrofida. Mishok ilish uchun alohida 50 chiqqan. Tepada turnik doimiy, bu o'zgartirib bo'lmaydi. Va pastda ham turnik ham brus press uchun trivarnum qo'shilgan. Bu qo'shimcha hisoblanadi. Ya'ni ko'tarib olib qo'yish imkoniyatiga ega biza. Ya'ni mana bunaqa ko'rinishda brus press bo'ladi. Boyagi holatda turnik pastroqqa qo'yib bemalol yosh bachalarga, grijasi borlarga osilsa bo'ladi. Mana shu ko'rinishda ko'rishlaringiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilsanglar bo'ladi.